Har bir buyuk va esda qolarli yo'l kichkina qadamlardan boshlanadi. O'zimga fiziki tomondan ishonmaganman, shu Rossiyaga kelib buni o'ynab ketaman. Nasib qilsa Denver, Mexiko yoki Torontoda Abbosbek Fayzullayev haqida gaplashamiz. Biz marali choy poy qo'yingizlar, ketdik. Serquyosh finalda Iroq yoshlarini 1-0 hisobida ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Erkinov va Abbosbek gol! Bir so'z bilan Toshkentlik klub o'zining yosh va umidli xonandasini ukamiz o'zi tarbiyalangan klubga $500 million miqdorida pul olib keldi. Bavariya klubi futbolchining agentlari bilan aloqa o'rnatib, nima bo'lyapti? Abbosbek Bavariya radarlariga tushgani aniq. Bosh soqqan uka. Lekin o'sha oqshom bosh qahramoni boshqa futbolchi bo'ldi. Shu durak что ли? Kalla bormi? Ravshan Haydarov biz uchun Abbosbekning maydondagi yangi qirralarini ochib berdi. Umringdan baraka top, bolam. O'zbekiston futboliga va futbol maktabiga ko'z tegmasin. Rahmatli xursand bo'lgan bo'lardi. Bizni futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku. Mehnat, izlanish va mashg'ulotlar orqali Abbosbek hozirgi kunda Moskvaning CSKA va milliy terma jamoaning asosiy futbolchilaridan biri hisoblanadi. To'pni o'rtada qabul qilib, men atakani boshlashim kerak. Realning stadioni bo'lmish Santiago Bernabéuni ham o'ziga rom etib, qarsaklar ila kuzatib qo'yishga majbur qilgan. Biz marali bor bo'lingizlar.